Aytsam, ishonmaysiz, O'zbekistonda katta jinoyatchi qo'lga olindi. 20 ming so'mlik chek bermagan kitob sotuvchisi jarimaga tortilib, kitoblari musodara qilindi. Yigitlar o'lmaydilar. Men abadiy yashayman. Hatto bitta mutolaachi qolsa ham. Kitob sotuvchi Xayrulla Asadov noqonuniy tadbirkorlik faoliyati uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Tekshiruvda u 20 ming so'mlik savdo uchun chek bermagani, shuningdek, savdodan tushgan mablag'ni onlayn kassa xotirasiga kiritmagani aniqlangan. Jinoyat sudi chaqirdi. Jinoyat sudiga chaqirgandan keyin nima ekan deb hayron bo'lsam, nalogga o'sha shtraf ekan 2.160 ming so'm. Men aytdim, jarimani to'la olmayman, menga qiyin desam ham yo'q, qo'yishmadi, jarima qildirishdi. Keyin bir yaxshi inson menga uni to'lab olishga yordam berdi. Sud qaroriga ko'ra, unga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari 2.060 ming so'm miqdorida jarima qo'llangan. Shuningdek, 1.520 ming so'mlik 100 dona kitobi musodara qilingan. Katta insonlar kelib, kechasi 1da, soat 1da kelib, kitoblarni agar olib ketmasang, musor mashina chaqirib, makulaturaga tashlab yuboraman deyishdi. Men olib ketdim. Qaysi tashkilot yoki qaysi tashkilot vakillari tushgan? Shu hokimiyat vakillari. Xo'sh, siz bu holatga qanday munosabat bildirasiz? Jinoyatchiga qo'llangan jazo sizningcha adolatlimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring, nigohingizni esa kuzatishda davom eting.